Kruj zonamizda shunaqangi oynalardan chiroyli dekoratsiya qilib qo'yishibdi. Biz hozir 3 xonali birinchi etaj kvartiramizga kelganmiz. 15-kvartal Arbat orientirimiz bo'ladi. Bu yerda kruj zonamizni полностью garderobni shkaf qo'yib qo'yishgan. Kafel zonamizni spalnilar teplый pol qilingan ekan. Bu yerda детский spalnimiz boshlanadi. O'zini vixida огородki bor, orqada ikkita uchta mashina sig'adigan joylar bor. Chiroyli qilib navesli qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda bo'lsa родительский spalnimiz joylashgan. 320 ga 520 hamma mebel texnikalar bemalol sig'ib ketgan. Faqat shu yerdagi televizor bilan xolodilnik chiqib ketar ekan kvartiramizda. Qolgan ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi kvartiramizda. Bu yerda bo'lsa kattagina zalimizda maza qilib dam olib o'tirsanglar bo'ladi. 320 ga 520. Bu yerda bo'lsa 2 metrga 6 metr balkonimizni tegib полностью podvol qilingan ekan. Oshxona mebellarini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli, sifatli ekan. Maza qilib ovqat pishirsanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa eski oshxonamiz bo'lgan, lekin hozir xolodilnik, stiralka narsalar qo'yib qo'yishibdi. Xohlasanglar bu yonni ham xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. To'g'riga o'tadigan bo'lsak, chap qo'limizda совмещенный sanuzelimiz joylashgan. Kvartiramiz 72 kvadrat, birinchi etaj. Polniy summasini ipotekaga ko'rsatsanglar ham bo'ladi. 86 ming dollar so'rashyapti. Yana ozgincha kelishtirib beradigan joyligi bor ekan. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi, podpisatsiya qilib qo'yinglar, sizlar uchun harakatdamiz.